Ha? Sen opang borligi esingdami? Yo o'lganmi opang? Chaqirmasang ham kelaveraman uyingga. Opa, qanday inson va qanday vazifalari bor. Kecha shu yerda edingiz-ku? Qarasam qochapti. Shunday ushladim-da kuchukday urdim. Ha, onadan farqli opa hech qachon sizni urganidan afsuslanmaydi. Kichkinaligida bekor urgan ekanman degan gapni undan eshitmaysiz. Alo Ozod, qaydasan? Murabbo qilyotgandim, bir xalta shakar keltirib berib ket. Xo'p. Opaga farqi yo'q. Kimsan, vaqting bormi, yo'qmi? Shundoq buyuradi, tamom. Qilishing kerak. Ha, kuchuk, ichdingmi? Tug'ishgan ukangizni kuchuk deyish unchalik aqlli fikr emas. Ichdingmi, yo'qmi deyapman. Ichganim yo'q, mana. Qarada. Xo'p, katta 30 ga kirgan erkak bo'lsangiz ham urush beraveradi, opa. Farqi yo'q unga. Butun sinfda bitta Ozodda pushtirang sumka bo'laydi. Hayotingizdagi eng uyatli voqealar hammani esdan chiqqan bo'lsa ham, opangizning esida. U ham bo'lsa mendan qolgani. Bir kun ko'tarib borganman. Hayda bir kun, bir yil tutgansan. Shunaqa.